butun son berilgan. Agar berilgan son musbat bo'lsa 1 ga oshiring, agar manfiy bo'lsa 2 ga kamaytiring, agar 0 ga teng bo'lsa 10 ni o'zlashtirsin ekan. Birinchi savol. Ikkinchi topshiriq birinchi savol. Hop, birinchi yozamiz. Include a stream using namespace std int main. Endi butun son berilgan ekan, demak int butun son int misol a deb nomlab olamiz, keyin bu yoqdan sim qilib kiritadi xohlagan sonini. Endi agar berilgan son musbat bo'lsa 1 ga oshiring. Endi tekshiramiz. If agar musbat bo'lishi uchun 0 dan katta bo'lishi kerak. A katta bo'lsa 0 dan cout 1 ga oshiring. A plus 1. Else if qilamiz. Aks holda agar degani agar a kichkina bo'lsa 0 dan, ya'ni manfiy bo'lsa cout agar manfiy bo'lsa 2 ga kamaytiring degan ekan. A minus 2 qilamiz. Else if aks holda agar a teng bo'lsa 0 ga, a 0 ga teng bo'lsa cout yoqdan 0 ga teng bo'lsa 10 ni o'zlashtirsin ekan. Okey, 10. Shunchaki 10 berib qo'ya qolamiz. A teng 10 qilsak ham bo'lardi. 10 deb qilsak ham bo'lardi. Yoki menimcha to'g'ri varianti A teng 10 qilib cout A qilish kerak. Mana bitta sinab ko'ramiz. Bir kiritsaylik. 2 chiqardi, 1 qo'shdi. Agar minus 22 kiritsaylik, 24 qilib qo'ydi, minus 2 qildi. Va 0 kiritsak 10 deyish kerak. Ana o'xshadi.